Nafs illatlari. Ibodatga beparvolik qilish. Ibodatlarga beparvo va dangasa bo'lish ham qalb kasalliklaridan biri sanaladi. Bundan-da kattaroq muammo shundaki, odam o'zining ibodatdagi kamchiliklarni sezmaydi va ularga ahamiyat bermaydi. Ularni kamchilik sifatida qabul qilmagani sababli qalb kasalligi yanada kuchayib ketadi. Bu kasallik insonning Alloh taologa ibodat va xayrli amallar qilishga bergan kuch-quvvatiga noshukrlik qilishidan kelib chiqadi. Bunday noshukrlik tufayli inson ilohiy yordamdan mahrum bo'ladi. Ruhiy poklanishdan uzoqlashib, gunohlari ortadi. Qalbi yanada kirlanadi. Vaqt o'tishi bilan bunday odam o'z kamchiliklarini sezishni to'xtatadi va o'zining nomaqbul ishlari unga chiroyli ko'rina boshlaydi. Aynan Alloh taolo quyidagi oyatlarida aytganidek, axir qilgan yomon ishi o'ziga chiroyli ko'rsatilib, uni go'zal ish deb o'ylagan kimsa hidoyat topgan zot kabi bo'larmidi? Fotir surasi 8-oyat. Ular qilgan sa'y-harakatlari dunyo hayotidek yo'q bo'lib ketgan-u, ammo o'zlarini ishni chiroyli qilayotgandek hisoblaydilar. Kahf surasi 104-oyat. Shunday qilib, har bir ummatga amalini chiroyli qilib ko'rsatib qo'ydik. An'om surasi 108-oyat. So'ngra ular ishlarini o'z oralarida pora-pora qilib bo'lib yuboradilar. Har firqa o'z huzurlaridagi narsa ila xursanddirlar. Mu'minun surasi 53-oyat. Oyatlarimizni yolg'onga chiqarganlarni esa ular bilmaydigan tomondan asta-sekin olamiz. A'rof surasi 182-oyat. Muolaja uslubi. Bu dardga davo topish uchun Alloh taolodan panoh va yordam so'rash, doimo uni zikr qilish, Qur'oni Karim oyatlari ma'nolarini tafakkur etish va Allohga yaqin solih bandalardan haqqiga duo qilishlarini so'rash lozim. Agar banda bularning barchasiga amal qilsa, Alloh uni albatta yaxshi holatga qaytarishiga va sidqi dildan ibodat qilishi uchun yana kuch-quvvat berishiga umid qilish mumkin, inshaalloh. Junayd Bag'dodiy rahimahulloh aytadilar: kim o'z qobiliyatini chegarasini bilsa, unga Alloh taoloning kamtar bandasi bo'lish oson bo'ladi. Abu Yoqub an-Nahrajuri rahimahulloh ibodatdagi beparvolik haqida: kimki Alloh taoloni yaxshi ko'rishni iddao qilsa-yu, lekin uning amrlarini bajarmasa, u o'z da'vosida yolg'onchidir. Yana kim gunohlarni qilishdan qo'rqmasdan sevgisi haqida gapirsa, u ham yolg'onchidir.